Assalomu alaykum azizlar. Mana navbatdagi ob'ektimizda 500 litrli bochka va 250 vatli nasos o'rnatib berdik. Bochkamizni tagiga shunaqa qilib tekizlab taxtaga o'rnatib berdik. Bochkamiz 500 litrli, ichkarida poplogi bor. To'ldirib qo'yganmiz. Suv to'lgan holati. Tak, bu yerda asosiy suvimiz 25 litr turmada kelyapti. Bitta brashka kran qo'yganmiz va kelamiz. Shu holatda bochka to'ldiriladi. Va bu yerda samoxod variantga 25 litr va bitta kran qo'yganmiz barashka va bitta обратный klapan qo'yganmiz. Svet o'chgan vaqtda nasos ishlamaydi. Shunda samoxod oshxonaga va hammomga qarab ketaveradi. Bu 250 vatlik nasosimiz azizlar. Bochkadan chiqishga bitta kran qo'yganmiz, barashka kran. Bu ham 25 lik kran. Va chiqib haydaydi. Bu kir mashinaga ketyapti. Bu yoq oshxona va hammomga qarab ketadi azizlar. Kimga videolarimiz manfaatli bo'lgan bo'lsa xursandmiz azizlar. Videolarga like bosishni unutmanglar. Salomat bo'lasizlar.